Assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, xayrli kun. Xullas, menga taxminan 2 haftalarcha oldin Bonu Shifodan mana shunaqa bir-biridan ajoyib bo'lgan xuddi naborlar kelgandi. Men o'sha paytda sizlarga obzor qilmadim, chunki hafta davomida o'zim sinovdan o'tkazdim va mana endi sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Hozir menga kelgan mana shu mahsulotlarni men qanaqa tartibda ishlatganim va meni yuzimga qanaqa ta'sir ko'rsatgani haqida sizlarga qisqacha aytib beraman. Bu penka. Men avvalgi ishimni penkadan boshladim. Penkani yuzimga 1-2 minut surib qo'yib, iliq suv bilan yuvib tashladim. Natijasi yuzimni qanaqadir yaltiratib, tortib bergandek bo'ldi. Bu penkani men bir haftada 2 marta ishlatganman. Undan keyin qani Gold maska surdim. Gold maskani penkadan keyin foydalanganimiz sababi yuzimni yanada toza qilib beradi. Bu juda ham qattiq ekan, o'rtoqlar. Yuzimga surib otgandan keyin pastdan tepaga qarab tort. Tepadan pastga qarab tortadigan bo'lsam, yuzimga skladkalar tushirib qo'yish mumkin. Shuning uchun Gold maskani ishlatishda to'g'ri foydalanish kerak har doim. Keyin antipigment krem ishlatdim. Antipigment krem aknedan qolgan dog'laringlar bo'lsa, o'shani ustiga surib qo'ysanglar, dog'laringlarni ochartirishda yordam berar ekan. Va men 2 hafta davomida ishlatgan bo'lsam, menda ham qanaqadir dog'larimda ocharishlar bo'ldi. Dog'larim ketib qoldi deb aytolmayman. Ochig'ini aytaman, sizlarga ochartirdi dog'larimni. Xullas, undan keyin kuchli hud kremni ishlatdim yotishdan oldin. Bu yuzinglarni juda ham chuqur namlantirib berar ekan. Ertalab turib yuzinglarni yuvsanglar, ham silliq qilib berar ekan. Men shuning uchun har kuni men yoqib qolib ishlataman. Keyingisi SPF+80. Ichida gialuronkasi bor. Qizlarjonlar, buni kosmetologlar ham, dermatologlar ham aytishadi. Bizning mintaqada har sezonda surilish kerak. Faqatgina yozda yoki quyoshli mavsumda emas, qishda ham surilish kerak obязательно deyishadi. Chunki bu quyosh nurlaridan, har xil changlardan juda ham kuchli himoya qiladigan vosita. Tanalidan oldin suriladi. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Keyingisi qo'l uchun krem. Men постоянно foydalanaman, chunki meni terim juda ham quruq bo'lgani uchun tez qurib ketib qoladi va ajin tushib ketishidan qo'rqqan holatda mana shu vositalardan foydalanib yuraman har doim. Xullas, mahsulotlar shulardan iborat. Men uni ishlatish tartibini sizlarga obzor qilib berdim. 2 haftalik natija yomon emas va o'zim rezultatini ko'rganim uchun sizlarga tavsiya qilaman. Narxlari ham hamyonbop. Hozir sizlar uchun profillarni qoldiraman. Ya'ni yuzinglardagi problemalaringizni aytgan holatda bemalol zakaz bersanglar bo'ladi.